Güzel qo'zcha, qishinglar hozirli borman. Sabrsizlik Allohning payg'ambari Yunusning sinoq duch kelishiga sabab bo'lgan. O qavmining kufrligiga sabr qilolmay ularni tashlab ketgan. Bu ish payg'ambarlarga nisbatan ig'ir xatolik edi. Sizlar meni shu hikoyani davomli aytib bersin demoqchimi? Bo'ladi, qayerga kelgan edik? Heliq cho'nkit Allohning payg'ambari Yunusni yutib etib, tingir qilgan holda savol nazari bilan go'yoki buning izohatini izlayotgandek beshini osmon tarafga ko'tarib turgan yerga kelgan. O butun kechini uxlamay o'tkazibdi. Atsi uning bir farishta ko'rinibdi. Ey ulug' farishta. Kit ambar tush ko'ryapti. Tunugun kecha men qo'rqinchliq, ajoyib bir ish yuz berdi. Farishta uningga tunugun kech mo'jiz yuz berdi. Sen zununni yutib etding debdi. Bilimsizligimni kechiring. Zunun deganingiz kim? Farishta o nayt mulohim payg'ambar, yaxshi kishi. Uning ismi Yunus debdi. Ammo men uning payg'ambar ekanligini bilmay yutib etibdim. Farishta Alloh uni sana rizq bermadi debdi. Lekin o mening qo'rsig'imda hamma ish tugadi. U allaqachon mening rizqimga aylandi. Farishta, yo'q, o sening qo'rsig'ingda bo'lgan bilan sening rizqing emas debdi. Ammo men uni nimishqa yutdim? Farishta uning qo'rg'on va turalg'u bo'lish uchun bir yirtqich qandaqmi muloyim bir payg'ambarga qo'rg'on va turalg'u bo'la olasan. Farishta, ey ket, insonning tenini o'ylab boq. O vahshiylikni sendan eshib ketadi. Insonning ruhini o'ylab boq. O sof va muloyim emasmi? Bu ikkisining qandoq bir yerda yashaydiganligini o'ylanib boq. Tan ruhning ridosi, ruh tanning javhari. Tan bo'lsa yirtqich, ruh bo'lsa muloyimdir debdi. Ruh tandan qandoq qutuladi? Farishta muloyimlik vahshiylikdan qutulg'ini debdi. Muloyimlik vahshiylikdan qandoq qutuladi? Farishta Yunus sening qo'rsig'ingda qandoq qutulsa debdi. Yunus mening qo'rsig'imdan qandoq qutuladi amsa? Farishta hammani bilib qolasan, sen faqat kitning surati ekanligingni esingda tut debdi. Nemandaq tushuniksiz gap qilasan. Men qanaqsiga kitning surati bo'g'dakman. Bu meni o'lik demoqchimi? Yoki men kitlik tabiatimni yo'qotib, boshqa narsaga, masalan, beliqqa aylanib qoldimmi? Yo'q. Bu olchig'anlik emasmi? Atrofimdagi hamma narsa tushuniksiz. G'alati. Men ko'k dengiz suyida uzib ketib-yetibmi? Uning ko'kligiga shak keltiryapman. Suv davomli yeshil dengiz shohi. Ko'zimda yo'qol. Bo'lmasa seni yutib etaman. Men qandaqsiga kitning suratiga aylanib qolman. Qaraganda men asldagidek vahshiy bo'lmagan o'xshayman. Lekin dengiz ostidagi barliq maxluqlar mening oldimda qichiyotdi. Anbar, barliq jonivorlar sizning dengiz shohi bo'lganliklaringizni tajkeydirish murosimi o'tkazishni kutyotdi. Anbar, anglayotamdilar. Anbar. Men burunqidekli yirtqich hayvonman. Bu nozuklik menga nerdan keldi? Acaba menga yetgan bu ojizlikqa men tunugun yutib etgan yiliq kishi javobgarmi? Bir yirtqichga nisbatan eng yomon ish uning nozuk va muloyim bo'lib qolishi. Nima degan qo'rqinchliq. Bu kit o'ziga gap qilib aytibdi. Ko'rinib turibdi-ki, bu uning xushalligining ta'siri. U dengiz shohiga aylandi. Beliqchilar dadamni o'ltirib yetishdi. Men barliq insonlardan intiqom olaman deb yurib, nemishqa qo'rqimda uxlayotgan bu odamni yomon ko'rmaydiganman. Uni yomon ko'rishga petinamayotgandim menga. Hatto u haqda o'ylanishdim o'zimni to'xtatamayotganman. Qaraganda u qo'rqig'imda hozir hayot tarqaladi. U zulmat ichida, bir yirtqichning qornida. Bu ba'da men atigan ko'rgan qirish bilig'ini yevatgan bo'lsam, u beliq qo'rqig'imdagi bu kishini yevatgan bo'lar ekan. Allohga shukr, unda qamabdiman. Yunus, hozir nimani o'ylayotgansan? Allohning payg'ambari o'zining yirtqich kitning qornida ekanligini, Allohning xohishi va uningdan bir mo'jiz bo'lmasa buningdan qutulish mumkin emasligini biladi ekan.
O kitning qarnida o'lib ketadiganligini o'ylab emas, balki qavmining kufrligiga sabr qilolmay, Allohning g'azabini keltirib qo'yganiga qayg'uradi ekan. O, ey Rabbim, sendan boshqa hech iloh yo'q. Sen poktursan. Men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb gunohiga mag'firat tilaydi ekan. Eliq ket, bu payg'ambarning tasbihidan tinchlanibdi. Barliq jonivorlar qo'ram toshlarning orasidan qo'qqan holda chiqib, tasbih ovozi va samimiy pushaymon ovozini anglab ko'ngli aromiga tushibdi. Dengiz osti uyg'onib, Zunnunning ovozi quloq solibdi. Ey Rabbim, sendan boshqa hech bir iloh yo'q, sen poktursan. Men o'zimga o'zim zulm qiluvchilardan bo'ldim. Qo'rsqim ichib ketdi. Men bu payg'ambarni yutayotgan 2 kundan beri hech nima yemadim. Men cho'qim u yeligidek bir narsa yeyishim kerak. Biroq mubada men bir narsa yeb sasam, qornimdagi Yunus cho'qim o'lib ketadi. Men uni saqlab qolish uchun ro'z tutishim kerak. Ro'z tutishim kerak. Hay beliqlar, mening ishtoyimni qo'zg'amanglar. Oh, Xudo. Navoda men qornimda turayotgan bu kishini hazm qilib sasam qanday bo'lar? Ey Rabbim. Men uning yashashini xohlayman. Uning qutulishini orzu qilaman. Menga ishonsizlar, xonim. Anbarning yurish-turishlari intayin g'alati bo'lib qopti. Dengiz shohi haqida mushundaq gap qilamsa? Kechirsizlar. Meni kechirishlarini umid qilaman. To'xtab tur. O'g'lim Anbar nima qilib etibdi? O hech qilmaydi, yemaydi, ichmaydi. Burunqidek qerish beliqlardan qirmaydi. Hatto insonlarning kemillarga yiqi yo'lamaydi. Bu xatarlik ahvol. Shohlik mas'uliyatining ig'irligi rost. Lekin bu darajada bo'lib ketmasligi kerak. Men uni onasi bo'lgandan keyin uningga gap qilib boqay. U menga itoat qilmas bo'lmaydi. Dadangning o'limiga qayg'urayotganligingni bilaman. Nemishqa bir narsa yemaysan? Ölüm hayatlıqның alameti. Bütkül canlıqlar çoxum ölüdü. Yunus'tan başqa. Nemi davatsan? Iş nima? Bir narsa yeyishing kerak. Mazli qerish beliqidan bir vaq yeb baqamsan. Hergiz bo'lmaydi. Ko'nglim tatmayotdi demoqchiman. Og'rib qoldingmi, qadrlikim? Gap qila. Ansirma ana. Alloh xolisa cho'qim yaxshi bo'lib ketaman. Ikkilimiz cho'qim yaxshi bo'lib ketamiz ana. Menga duo qil. Bo'lamdi. Qarnimdagi iliq payg'ambarning ovozini anglamayman. Acaba u yemeklikning ozligidan o'lib ketganmidi? Nemishqa endi yemeklikni xiyol qilib qoldim. Men bir necha kundan beri hech narsa yemagan tursam. Payg'ambar zulmat ichida eng oxir qitim urib, ey Rabbim, sendan boshqa hech iloh yo'q, sen poktursan. Men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb duo qilibdi. U hayotgan. Men uning qornimda tasbih etayotganligini his qilyapman. Allohga shukr. Qavmi nemishqa uningga iymon etmaganda. Uningga hech kim agashmagan bo'lsa, men uning agash kuchlarining tunchisi bo'lay. Ey Rabbim, sendan boshqa hech iloh yo'q. Sen poktursan. Men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim. Men bu haqiqatni endi tushundim. Anbar ilgirkiga o'xshamay qoldi. Bu sening uningdan o'chilib, dengiz shohligini qaytarib olishingning eng yaxshi payti. Yo'q. Uning beshimga uskini yelimi meni qattiq bearam qilyotdi. O bek kuchlikkan. O to'limi bek kuchlikkan. Men uningga tankilanmugdakman. Bu u ro'za tutib ojizlab ketishdan burunqi ish. Men bu gapga ishonmayman. Voy qo'sug'im, oshqoznim bog'an siri
tarixiy ishga boshlab ketyapti. Uchaylarim anbar chiqirdigan bo'lib qoldi. Bu mening o'lishim demak. Bana badali o'z hayotim bo'ladigan muhim vazifa topshirdiganligini bilmabdaman. Lekin ey Rabbim, mubada men o'lib ketsam, qarnimdagi payg'ambarmi o'lib ketadi. Ey Rabbim, Yunus qarnimdan qutulgan qadar bana hayotlik bergin. Men hozir ro'za tutish orqali o'zimni o'ldirib oladiganligimni bilaman. Yunusning faqat men o'zimni o'ldirib olgandila ondan qutula oladiganligini bilaman. Bir payg'ambarning qutulishi uchun mening hayotim hech nimaga arzimaydi. Men uni bakli yaxshi ko'raman. Yunus mening ikkinchi jinim. Men Yunusning ikkinchi teni. Dengiz şahi bundaq tez suda nima qildigandu? Bu bizning sho'rpeshanligimizdir. U bizni yutib etishdan burun uningda yiroqlashayli. To'xtab tur, u uxlab etibdi. Ishkili ko'z yumuq tutgan. O ko'zini ochgan chog'da sen hayot qolmaysan. To'xtab tur. Bugun ro'zaning 3-kuni. Badanimning barg'ansir ojizlashayotganligini his qilyapman. Quyoshmi petib bo'pti. Lekin mening qornimda tasvirligisiz bir nur parlayotdi. Uchaylarim anbarga to'ldi. Ket eg'izini echib, yo'g'on tishlarini bir-biridan yiroqlashtirib, heliqi mahbusni qornidan quruqliqqa etibdi. Bu chog'da faqat birli joydan emas, hamma yoqdan bir ovoz olinibdi. Ey Rabbim, sendan boshqa hech iloh yo'q. Sen poktursan. Men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim. Yunusmu qarnimdan qutuldi. Nemandoq yaxshi. Uning tasbihi qutqizdi. Men o'lishdan burun bu sirni bilib oldim. Bu nima degan katta bilim. Men o'zimni chiroqqa esilgan, shamol bilan tangli g'ildayotgan moydek his qilyapman. Men nima degan yenik. To'lqinning tavranginiga o'xshash. Leg'ildayotgan. Yunus haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmidan qochib bir kemaga chiqib oldi. Kemadagilar chak chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yengillatish uchun chak tashlashdi. Yunus chakni mag'lub bo'g'uvchilardan bo'ldi. Uni cho'ng bir beliq yutib-etdi. U qavmini tashlab Rabbining iznisiz chiqqanlik uchun ayblanishga tegishli edi. Agar u tasbih etquchilardan bo'lmasa edi, albatta beliqning qornida qiyomatga chiqardi. Uni biz bir qurg'oq yerga otdik. Ayni vaqtda u kasal edi. Uning ustiga soy tashlab turish uchun bir tub kavini o'stirib berdik. Shundoq qilib Yunus payg'ambar kitning qornidan chiqib quruqlikda turibdi. Uning butun badani sarg'ayib ketgan bo'lib, kitning oshqozonidagi ajralmalarning ta'sirida kasal bo'lib qolgan ekan. Allah o'z bandisi va payg'ambarga rahimdil bo'lg'achqa, uning yeniga yopirmoqlari keng bir o'simlik o'stirib beribdi. U o'simlikning yopirmoqlari uning kesligiga shifolikkan. Payg'ambar saqaygandan keyin Madiyanliklarni Allohga da'vat qilish uchun ularning qishig'i beribdi. U o'tgan ishlardan saboq elib, safarning qimmatini, o'zining majburiyatining da'vat qilish ekanligini, kishilarni hidoyat qilish uning vazifasi bo'lmasdan, faqat Allohning ishi ekanligini, o'ziga yuklangan muvaffaqiyat qozonish emas, balki tirish kerakligini bilibdi. Yunus alayhissalom Allohdan kechirim so'rash va o'zining qutulganligiga shukr etish yuzasidan ömrünün ahiriga savirchan bo'lishga bel bog'labdi. O'ylamag'an yerdan kishilarning o'zining da'vatini qabul qilishga taqbob turganligini ko'ribdi. Hatto ularning ba'zisi u beliqning qornidagi vaqtda uninga iymon etib, uning da'vatiga iymon etganlarning soni 100 mingdan eshib ketgan ekan. Ularning hammasi o'zlarining payg'ambarga sodiq ixlosmandlardan bo'ldi. Biz hikoyasini aytayotgan iliq kit bo'lsa, dengizning qandoqdir bir yerda hayotini oxirlashtiribdi. O'zini qurbon qilib, uning untinsiz holda bundoq muhim rolni o'ynaganligini hech kim bilmayli o'lib ketibdi.
زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها.